Bilasizlar, epilator bilan foydalanaman. Anchadan beri sizlar bilan bo'lishmagandim. Mana bugun davay sizlar bilan birga oyoqlarimni qilib olamiz qizlar. Shunaqa qilib yoqamiz. Ushab tursak, shunaqa yonadi. 5 gradusga qo'yib olaman va oyog'im polnitsi qilaman. Mana haftada 1 marta qilaman qizlar. Va yaqinda xudo xolis yuzimga, bikini zonaga va qo'ltig'imga boshlaganman va ularni ham qilaman. Endi afsuski sizlarga ko'rsataman qizlar. Shunaqa o'tirib chiqaman. Ochkiyim yo'qotib qo'ydim. Shuning uchun shunaqa qilib chiqib olman. Qilayotganim Mursalina ham turib ketdilar. Yaxshiyam pakashni hammasini oxirigacha qilib olishga ulgurdim. Shunaqa qilib yana xudo xolis 1 haftadan keyin sizlar bilan ko'rishamiz. Birga shunaqa qilib epilatsiya, lazer epilatsiya qilamiz qizlar. Bu o'zi foto epilator, lazerni emas. Bu uyda qilish uchun mo'ljallangan. Shunaqa qilib shu qizimni achomlab, Mursalina endi turganini maza qilib o'pib, hidlab achomlashni yaxshi ko'raman. Chunki issiqqina bo'ladi-da. Eng uxlab turgan hidlarini sevaman. Xullas, keyin mana oshxonaga boshlab kasha qilib berdi-da. Mana kasha qilib, biz hali kashadan chiqmadik. Keyin Mursalina xonga shunaqa qilib ko'tarib, spalniyaga olib kirib ketaman. O'sha yerda kashasini ichib oladi. Keyin maza qilib yana 10 minut hazm qilib yotadi. Sizlarda ham shunaqami qizlar? Ular shunaqa qilib Muhammadzohirda ham turg'izdim, bog'chaga jo'natdim, shunaqa qilib o'tirdik. Aytganchilarga ham foto epilator kerak bo'lsa, Xonzod degan so'zni kommentariyaga yozing va otzivlarni esa shu joyda o'qing.